Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiyasi bank kartasiga tushadigan pensionerlar endi nimalarga alohida e'tibor berish kerak? Banklar qaysi amallarni cheklashi mumkin? Qaysi holatda karta vaqtincha bloklanadi va eng muhimi, pensiya pulingizni yo'qotib qo'ymaslik uchun nima qilish kerak? Bu ma'lumot faqat pensionerlar uchun emas, ularning farzandlari, nevaralari va yaqinlari uchun ham juda zarur. Chunki ko'pincha aldovchilar aynan yoshi katta insonlarni nishonga oladi. Bank esa shubhali harakatlarni ko'rsa, pulni himoya qilish uchun ayrim operatsiyalarni to'xtatishi mumkin. Videoni hozirning o'zida yaqinlaringizga yuboring. Kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'pchilikning pulni saqlab qolishi mumkin. Men avvalo eng muhim narsani aniq aytib qo'ymoqchiman. Pensiya olish taqiqlangani yo'q. Pensiya kartaga tushishi bekor qilingani yo'q. Gap shundaki, banklar pensionerlarning kartalari bo'yicha ayrim shubhali amallarni yanada qattiqroq nazorat qila boshlagan. Sababi oddiy. So'nggi yillarda telefon orqali aldash soxta bank xodimi bo'lib qo'ng'iroq qilish, plastik kartadan pul yechib olish, kod ayting, ilovani o'rnating, pulingiz xavf ostida degan firibgarliklar juda ko'paydi. Oldin ko'p holatda odam kartasidan pulni o'zi o'tkazsa, bank bu operatsiyani oddiy to'lov deb qabul qilardi. Masalan, pensioner farzandiga 500 ming so'm yubordi, bozordan xarid qildi. Kommunal to'lov qildi yoki bankomatdan naqd pul oldi. Hammasi odatiy ko'rinardi. Hozir esa bank tizimlari ko'proq belgilarni tekshiradi. Pul birdan katta miqdorda yechilyaptimi? Kartagasi odatda qilmaydigan joyga pul yuboryaptimi? Bir necha daqiqa ichida ketma-ket o'tkazmalar bo'lyaptimi? Yangi telefon yoki notanish qurilmadan ilovaga kirilyaptimi? Karta egasi o'ziga xos bo'lmagan operatsiya qilyaptimi? Aynan mana shu joyda ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Banklar pensionerlarga pul yuborishni taqiqlabdi. Pensiya kartasidan pul yechib bo'lmas ekan, endi naqd pul bermas ekan degan gaplar tarqaladi. Aslida bankning vazifasi sizning pulingizni himoya qilish. Agar tizim biror xavfni sezsa, operatsiyani to'xtatishi, tasdiqlashni so'rashi yoki kartani vaqtincha bloklashi mumkin. Bu noqulay tuyuladi. Lekin ko'p hollarda aynan shunday tekshiruvlar odamni firibgarlardan saqlab qoladi. Men buni oddiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. Pensioner har oy pensiya tushgach 300 ming so'm kommunal to'lov qiladi. 200 ming so'm dorixonaga sarflaydi, qolgani bankomatdan yechib oladi. Bu odatiy harakat. Bank buni odatda shubhali deb hisoblamaydi. Chunki operatsiyalar mantiqli, miqdorlar odatdagi darajada har oy takrorlanadigan xarajatlar. Ikkinchi misol, pensioner amakiga noma'lum raqamdan qo'ng'iroq qilishadi. Amaki, sizning kartangizdan pul o'g'irlanmoqchi. Hozir biz sizga yordam beramiz. Kartadagi pulni xavfsiz hisobga o'tkazing deyishadi. Amaki vahimaga tushadi va 3 million so'mni notanish raqamga yubormoqchi bo'ladi. Bank tizimi buni ko'rib operatsiyani to'xtatishi mumkin. Chunki bu odatiy to'lov emas, katta summa notanish oluvchi favqulodda harakat. Mana shu holatda bank taqiqladi degan gap paydo bo'ladi. Aslida bank pulni himoya qilishga urinyapti. Uchinchi misol, pensionerning telefoni nevarasida bo'ladi. Nevara o'yin yoki boshqa ilova yuklab olayotib, tasodifan zararli dastur o'rnatadi. Keyin kimdir mobil bankingga kirishga urinadi. Bank tizimi yangi qurilma, g'alati kirish, SMS kodlar bo'yicha xavfni sezsa, ilovani cheklashi yoki kartani bloklashi mumkin. Bunda pensioner men hech narsa qilmadim, nega kartam ishlamayapti deb hayron bo'ladi. Sabab shuki, bank kartadan pul chiqib ketishidan oldin xavfni to'xtatgan bo'lishi mumkin. To'rtinchi misol. Pensioner kartasiga har oy 1 million 200 ming so'm pensiya tushadi. U odatda 200-300 ming so'mdan xarajat qiladi. Bir kuni shu kartadan bir vaqtning o'zida 20 million so'm boshqa viloyatdagi noma'lum kartaga o'tkazilsa, tizim buni tekshirishi tabiiy. Chunki bunday o'zgarish firibgarlik belgisi bo'lishi mumkin. Bank darhol bu pensionerning o'zi qilayotgan ishmi yoki kimdir aldab pulni olyaptimi degan savolni tekshiradi. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda telefon orqali kelgan har qanday ko'rsatmaga ishonib pul o'tkazadiganlar. Ikkinchidan, kartasi va pin kodini boshqa odamlarga beradiganlar. Uchinchidan, SMS kodlarini, bank ilovasiga kirish kodlarini, karta raqamini, amal qilish muddatini va CVV kodini aytib yuboradiganlar. To'rtinchidan, pensiya kartasini qarindoshiga, qo'shnisiga yoki tanishiga ishlatib tur deb berib qo'yganlar.
Beshinchidan, telefonga noma'lum ilovalarni o'rnatadiganlar. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak. O'z kartasidan odatdagi xarajatlar uchun foydalanadigan PIN kodni hech kimga bermaydigan. Bankdan kelgan rasmiy xabarlarnigina tekshiradigan, shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmaydigan, pul o'tkazmadan oldin yaqinlari bilan maslahatlashadigan insonlar ortiqcha qo'rqmasligi kerak. Lekin baribir ehtiyotkorlik zarur. Chunki firibgarlar juda ayyorlashgan. Ular men bankdanman, men prokuraturadanman, men pensiya jamg'armasidanman, sizga kompensatsiya bor, kartangiz bloklanadi. Hozir kodni aytmasangiz pulingiz kuyadi deb odamni chalg'itadi. Endi men eng ko'p chalkashadigan masalalarni tushuntiraman. Bankning operatsiyani to'xtatish pulingiz yo'qoldi degani emas. Karta bloklandi degani pensiya bekor bo'ldi degani emas. Mobil ilova vaqtincha ishlamay qolsa, bu ham har doim yomon holat emas. Ko'pincha bu xavfsizlik tekshiruvi bo'ladi. Siz bankka murojaat qilib, shaxsingizni tasdiqlasangiz, holat aniqlashtiriladi. Lekin bu yerda muhim noziklik bor. Agar siz pulni o'z qo'lingiz bilan firibgarga o'tkazib yuborsangiz, keyin uni qaytarish juda qiyin bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir qo'ng'iroq qilib kodingizni ayting dedi. Siz aytdingiz. Yoki mana bu ilovani o'rnating dedi. Siz o'rnatdingiz. Yoki pulni xavfsiz hisobga o'tkazing dedi. Siz o'tkazdingiz. Bunday holatda bank darhol pulni qaytarib bera olmasligi mumkin. Chunki operatsiya sizning tasdiqlashingiz bilan bajarilgan bo'ladi. Shu sababli men doim aytaman, eng yaxshi himoya pul ketgandan keyin emas. Pul ketishidan oldin ehtiyot bo'lishdir. Yana bir istisno. Ba'zan pensionerlar o'z pensiya kartasidan farzandlariga doimiy yordam yuboradi. Masalan, har oy o'g'liga 500 ming so'm, qiziga 300 ming so'm yuboradi. Agar bu odatiy bo'lsa, odatda muammo bo'lmaydi. Lekin birdaniga katta summa, masalan 2 million yoki 10 million so'm yuborilsa, bank buni tekshirishi mumkin. Ayniqsa, pensionerning oylik tushumi bunday summaga mos kelmasa, savol tug'iladi. Bu pul qayerdan keldi? Nima uchun yuborilyapti? Karta egasi haqiqatan rozimi? Yana bir nozik jihat. Karta egasi pensioner bo'lsa-da, kartani amalda boshqa odam ishlatishi mumkin. Masalan, farzandi onasining kartasini olib, o'zining xarajatlariga ishlatadi. Bank buni har doim bilmasligi mumkin. Lekin muammo chiqsa, javobgarlik karta egasining nomiga bog'lanadi. Shuning uchun karta nomingizda bo'lsa, undan kim foydalanayotganini albatta nazorat qiling. O'g'lim-ku, qizim-ku deb beparvo bo'lmang. Yaqin odamga ishonish boshqa, moliyaviy xavfsizlik qoidalarini buzish boshqa. Ba'zi pensionerlar naqd pulni afzal ko'radi. Bu ham tushunarli. Dorixona, bozor, yo'l haqi, kundalik xarajatlar uchun naqd pul kerak bo'lishi mumkin. Bankomatdan pul yetish odatda taqiqlanmaydi. Lekin bankomatda ham ehtiyot bo'lish zarur. Begona odamdan yordam so'ramang. PIN kodni ko'rsatib qo'ymang. Karta bankomatda qolsa darhol bankka qo'ng'iroq qiling. Chekni hamma joyga tashlab ketmang. Chunki chekda ham ayrim ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Men sizga real hayotda ko'p uchraydigan vaziyatlarni aytaman. Birinchi usul, bank xodimi qo'ng'iroq qiladi. U juda ishonchli gapiradi, hatto ismingizni bilishi mumkin. Kartangizdan pul yechilmoqda, hozir SMS kodini ayting. Ezda tuting. Haqiqiy bank xodimi hech qachon SMS kodini, PIN kodini, CV kodini so'ramaydi. Agar so'rasa bu bank emas, firibgar. Ikkinchi usul, pensiyangizga qo'shimcha pul chiqdi degan yolg'on. Masalan, sizga 7 ming so'm kompensatsiya ajratildi. Karta ma'lumotlarini yuboring deyishadi. Odam quvonib ketadi. Ma'lumotlarni beradi. Keyin kartadagi pul yo'qoladi. Rasmiy to'lovlar hech qachon telefon orqali maxfiy kod so'rab berilmaydi. Pensiya, nafaqa, kompensatsiya bo'yicha ma'lumotni rasmiy tashkilotdan yoki bankning rasmiy aloqa kanallaridan tekshirish kerak. Uchinchi usul, qarindoshingiz muammoga tushdi degan bo'lsin. Nevarangiz avariya qildi, o'g'lingiz militsiyada tez pul yuboring deyishadi. Odam qo'rqib, o'ylamay pul o'tkazadi. Bunday holatda eng birinchi qiladigan ish telefonni qo'yib, o'sha qarindoshingizga yoki uning yonidagi odamlarga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Firibgar sizni shoshiltiradi, chunki siz o'ylab ko'rsangiz aldov fosh bo'ladi. 4-usul investitsiya yoki tez bo'yish va'dasi. Pensionerga 20 million qo'ysangiz, bir haftada 2 million bo'ladi deyishadi. Bu juda xavfli. Bank kartasiga pensiya tushadigan odamlar ko'pincha barqaror daromad egasi bo'lgani uchun firibgarlar ularni alohida nishonga oladi. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Kafolatlangan katta foyda va'da qilayotgan notanish odamga pul yuborish deyarli har doim xavfli. Endi aniq qadamlarni aytaman.
Birinchi qadam, kartangiz ma'lumotlarini himoya qiling. Karta raqamini hamma joyga yuboravermang. Amal qilish muddati va orqa tarafdagi 3 xonali kodni hech kimga aytmang. Pin kodni qog'ozga yozib, karta bilan birga saqlamang. Agar yodda saqlash qiyin bo'lsa, uni begona odam tushunmaydigan usulda alohida joyda saqlang, lekin kartaning yonida emas. Ikkinchi qadam, bankning rasmiy telefon raqamini yozib qo'ying. Bu raqamni kartaning orqa tarafidan, bank filialidan yoki bankning rasmiy saytidan oling. İnternetda chiqqan birinchi raqamga ishonmang. Chunki firibgarlar soxta sahifalar ham ochishi mumkin. Agar kimdir bankdanman deb qo'ng'iroq qilsa, unga hech qanday kod aytmang. Telefonni qo'ying va o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. Uchinchi qadam, shubhali operatsiya bo'lsa, darhol kartani bloklang. Buni mobil ilova orqali, bank kol markazi orqali yoki bank filialiga borib qilish mumkin. Masalan, kartangizdan siz qilmagan 200 ming so'm yechildi. Mayli, keyin ko'raman demang, darhol bankka qo'ng'iroq qiling. Chunki birinchi operatsiyadan keyin yana ketma-ket pul yechilishi mumkin. To'rtinchi qadam, bankka boradigan bo'lsangiz, hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Agar karta bloklangan bo'lsa, karta o'zingizda bo'lsa olib boring. Agar telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, yangi raqamni rasmiylashtirish kerak bo'lishi mumkin. Agar pul shubhali tarzda yechilgan bo'lsa, operatsiya sanasi, vaqti, summasi, kimga o'tgan bo'lsa, uning ma'lumoti, SMS xabarlar va ilova skrinshotlarini saqlang. Bankka ariza yozganda men bu operatsiyani amalga oshirmaganman, holatni tekshirib berishingizni so'rayman deb aniq yozing. 5-qadam. Agar firibgarlik bo'lgan bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ham murojaat qiling. Bank tekshiruv olib boradi, lekin jinoyat alomatlari bo'lsa, rasmiy ariza ham kerak bo'lishi mumkin. Arizada telefon raqamlari, qo'ng'iroq vaqti, yozishmalar, pul o'tgan karta raqami, summa va barcha dalillarni ko'rsating. Dalillarni o'chirib yubormang. Hatto firibgar sizga xabarlarni o'chiring desa ham aslo o'chirmang. 6-qadam. Yaqinlaringiz bilan xavfsizlik kelishuvi qiling. Masalan, oilada shunday qoida bo'lsin, agar kimdir tez pul yuboring desa, avval kamida 2 nafar yaqin qarindosh bilan maslahatlashiladi. Agar bankdan qo'ng'iroq qildik desa, hech qanday kod aytilmaydi. Agar katta summa yuborish kerak bo'lsa, bank filialiga borib, xodimdan maslahat olinadi. Bunday oddiy qoida minglab, millionlab so'mni asrab qolishi mumkin. 7-qadam. Pensiya tushadigan kartani ortiqcha xavfga qo'ymang. Masalan, har xil noma'lum saytlarda to'lov qilmang. Lotereya yoki sovrin degan joylarga karta ma'lumotlarini kiritmang. Telefonga kelgan havolarga bosmang. Agar internet orqali xarid qilish zarur bo'lsa, alohida karta ochib, faqat kerakli miqdorni o'sha kartaga o'tkazib ishlatish xavfsizroq bo'lishi mumkin. Pensiya tushadigan asosiy kartada esa katta mablag'ni himoyalangan holda saqlash kerak. Yana bir muhim maslahat, SMS xabarnoma yoki bank ilovasidagi bildirishnomalarni o'chirib qo'ymang. Ba'zi odamlar telefonim jiringlayvermasin deb xabarnomani o'chiradi. Bu noto'g'ri, chunki pul yechilsa siz darhol bilishingiz kerak. Bir soatdan keyin emas, bir kundan keyin emas, aynan o'sha zahoti bilish muhim. Tezkorlik ko'p hollarda pulni saqlab qoladi. Agar kartangiz ishlamay qolsa, avvalo vahimaga tushmang. Birinchi bo'lib bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. Kartam ishlamayapti, sababini tekshirib bering deb ayting. Sizdan shaxsingizni tasdiqlash uchun ayrim savollar so'ralishi mumkin. Lekin yana takrorlayman, PIN kod va SMS kodni aytish shart emas. Agar bank filialiga borish kerak desa, pasport yoki ID karta bilan boring. Bank xodimiga vaziyatni aniq tushuntiring. Masalan, bugun pensiyam tushdi. Bankomatdan yechmoqchi edim. Karta ishlamadi yoki mobil ilovaga kira olmayapman yoki men qilmagan operatsiya bo'yicha xabar keldi. Qanchalik aniq gapirsangiz, masala shunchalik tez hal bo'ladi. Agar karta xavfsizlik sababli bloklangan bo'lsa, bank sizga keyingi qadamlarni aytadi. Yangi karta chiqarish, parolni almashtirish, telefon raqamni yangilash yoki ariza yozish. Ba'zi holatda eski kartani yopib, yangisini ochish eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Ayniqsa, karta ma'lumotlari begona odamga ma'lum bo'lib qolgan bo'lsa, mayli, endi ehtiyot bo'laman deb eski kartani ishlatishda davom etish xavfli. Chunki firibgarda karta ma'lumotlari saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, banklar pensiyani taqiqlagani yo'q.
Lekin pensionerlarning kartalardagi shubhali operatsiyalarni jiddiyroq nazorat qilishi mumkin. Bu bir tomondan noqulaylik tug'dirishi mumkin, lekin ikkinchi tomondan sizning pulingizni firibgarlardan himoya qilishga xizmat qiladi. Eng katta xavf bankda emas, balki maxfiy kodlarni aytib yuborish, notanish odamga ishonish, shoshilinch pul o'tkazish va kartani boshqalarga berib qo'yishda. Men sizdan iltimos qilaman, bu ma'lumotni ota-onangizga, bobo-buvingizga, qo'shnilaringizga, pensiyasi kartaga tushadigan barcha tanishlaringizga yuboring. Bir odam shu ogohlantirishni eshitib, firibgarga pul yubormasa, demak bu video foyda bergan bo'ladi. Izohlarda yozib qoldiring. Sizda yoki yaqinlaringizda karta bloklanishi, shubhali qo'ng'iroq yoki bank bilan bog'liq shunday holat bo'lganmi? Fikringiz boshqalarga ham saboq bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi muhim ogohlantirishlarni o'tkazib yubormang.